Abraha ismli podshoh arablarning Ka'baga bo'lgan muhabbatini ko'rib, ularni Ka'baga haj qilish o'rniga ular uchun Ka'badan ham chiroyli, Ka'badan ham muhtasham kaliso qurdirishni buyuradi. Sano shahriga qurdirgan kalisosi Bilqisning saroy qoldiqlaridan ko'chirib olingan marmarlar va eng noyob daraxtlarning yog'ochlari bilan bezab qurdirgan edi. Kalisoni sevmagan inson qolmaganda, nihoyatda baland, keng, hashamatli, muhtasham bir kaliso bo'lgan edi. Ammo hayhotki, yalangoyoq arablar bu kalisoni maqbul ko'rmay, yana o'z Ka'balariga rag'bat ko'rsataverdi. Arablar uchun Ibrohim alayhisalomdan qolgan Ka'badan boshqa hech qanday joy ahamiyatga ega emasligini bilgan Abraha, Ka'bani buzmaguncha uning kalisosiga hech kim mehr qo'ymasligini tushunib yetadi va shu zahoti Ka'bani buzishni niyat qiladi. Bir kuni uning kalisosini arablarning Kinana qabilasidan bo'lgan bir kishi o'z axlati bilan bulg'ab ketadi. Xuddiki sening qurdirgan kalisoying hojatxonadan boshqa narsaga yaramaydi degandek. Bundan jahli chiqqan Abraha kalisodan chiqar ekan saroydayoq zehniga joylashtirib qo'ygan Ka'bani buzish rejasi yanada kuchayadi va bu niyatimni muqarrar amalga oshiraman deb ont ichadi. Shunday qilib jami hisob 60 mingga yetgan lashkar bilan yo'lga chiqdi. Yo'lda bir qancha qabilalar unga bo'ysindi. Uzoq davom etgan safardan so'ng Mug'ammis deb atalgan joyga yetib kelishdi. Makka xalqi Mug'ammisda to'xtagan katta lashkarning dahshatidan o'zini yo'qotib qo'ydi. Shahar kattalari Abdumuttalib raisligida Dorun Nadva deb ataladigan joyda majlislarni o'tkazdilar. Bu qadar katta lashkarga qarshi urushmoq o'lim bilan barobardir dedilar. Abdumuttalib yig'ilgan ma'lumotlarni majlis a'zolariga yetkazdi. Majlis a'zolari lashkar qo'mondoni bilan uchrashishga qaror qildilar. Shu orada Dorun Nadvaga Abrahaning elchisi keltirildi. Makka raisi kim? Men u bilan ko'rishmoqchiman dedi elchi. Yig'ilganlar Abdumuttalibga qaradilar. Elchi unga Yaman hukmdori Abraha sen bilan ko'rishmoqchi dedi. Maqsadi nima? Hukmdor, men sizlar bilan urush qilgani kelganim yo'q. Faqatgina shu baytni buzmoq uchun keldim. Agar bizga qarshi chiqmasalaring, men ham qonlaringizni to'kmayman deyaptilar. Abdumuttalib qarorini aytdi. Bizni ham sizlar bilan jang qilish niyatimiz yo'q. Kuchimiz ham yetmaydi. Urushish uchun sabab ham yo'q. Unday bo'lsa, hukmdorim seni kutmoqda. Abdumuttalib yoniga ikki o'g'lini olib Habash lashkari tomon yo'l oldi. Abdumuttalib Abrahaning chodiriga kirdi. Abraha umrida bunday odamni ko'rmagan edi. Abdumuttalib uzun bo'yli, g'oyat xushfe'l, yuzidan nur yog'ilib turardi. Podshoh birdan yuragini tez ura boshlaganini his etdi. Bu odamga oddiy kishilar bilan gaplashgandek muomala qila olmasdi. Taxtidan tushdi, yerga o'tirdi. Abdumuttalibning yoniga o'tkazdi. Tarjimon vositasida so'radi: "Mendan nima istaysan? Odamlaring olib ketgan 200 tuyamni qaytarib berilishini istayman." Abraha bu javobdan hayron qoldi. Yana bir bor Abdumuttalibga boshdan oyoq razm soldi. Biror kamchilik topolmadi. Eshitgan so'zlari bu insonning so'zlari ekanligiga ishonmadi. O'rtani sukunat qopladi. Abraha boshi egik o'ylanib qoldi. Keyin tarjimonga bir narsalar deb pichirladi. Tarjimon Abdumuttalibga "Seni ko'rib haybatingdan titrab ketdim. Naqadar viqorli, ulug' odam ro'parsida turganimni tushundim. Ammo so'zlaringni eshitib, fikrim o'zgardi. Bir necha tuyangni qaytarib berishini so'rading. Holbuki men sen va ota-bobolaring muqaddas deb bilgan baytni buzish uchun keldim. Sen bu baytning buzilmasligini so'raysan deb o'ylagan edim." Abdumuttalib g'oyat sokinlik ila "Men tuyalarimning egasiman, baytning esa egasi bor. U o'zi qo'riqlab oladi" deya javob qildi. Abraha bu so'zdan hayratlandi. "Hech kim meni bu qarorimdan qaytara olmaydi. Sen ham, baytning sohibi ham. So'ngra yonidagilarga bu odamni tuyalarni qaytarib beringlar" dedi. Abdumuttalib chodirdan chiqib ketdi. Abraha hayrat ichida qoldi. Bu odamning so'zlari hech ham oddiy so'zlar emasdi. Hatto Abdumuttalib bu safar ko'ziga yana ham haybatliroq ko'rindi. Uning nazarida bu odamni mensimaslikni sira iloji yo'q. Uni mensimaslikka harakat qilganlarning obro'yi to'kilar edi. Abdumuttalibning kelishidan ko'ra ketishi ulug'vor bo'ldi. Abdumuttalib tuyalarni yetaklab Makka ga kirib bordi. Makka xalqiga Abrahaning misli ko'rilmagan lashkari haqida ma'lumot berdi va hammaga shaharni tark etib, tog'larga chiqib ketishni buyurdi. So'ngra Qurayshning kayvoniylari bilan birga Ka'bani yoniga kelib, bayt eshigining halqasidan tutdi. Ko'zlaridan oqayotgan yoshlar soqoldan tushib, ko'ksiga tomchilar edi.
Allohga yukinib mahzun sas ila duo etdi. Allohim, bandang o'z ashyo ro'zg'orini qo'riqlashga intiladi, sen ham o'z mulking, baytingni qo'riqla. Ularning xoshlari, kuch-quvvatlari sening qudrating ustidan aslo g'olib kela olmaydi. Agar ularning xohishi bo'yicha bizni ular bilan qiblamiz oldida yolg'iz tashlab qo'ysang, bu ham sening ishingdir, dedi-da, toqqa qarab yo'l oldi. Ertalab darhol lashkarga yurishga amr berildi. Safning eng oldidan ulkan fil joy oldi. Yo'g'on, baquvvat xartimi bilan Ka'bani yiqitishi kutilmoqda edi. Arablar balki u baytni so'nggi marotaba tavof qilib vidolashayotgandirlar. Abraha hozirlangan otiga mindi va yurishga buyruq berdi. Filning egasi Unays filga yurishni amr qildi, ammo fil yotgan joydan qimirlamadi. Unays qo'ldagi tayoq bilan filni yengilgina urdi. Jonivor baribir qimirlamadi. Abraha otining ustida viqor ila turib, filning o'rnidan qalqinishini kutmoqda edi. Yordamchilarni ham chaqirib, filni birgalikda turgazmoqchi bo'ldilar, lekin na yordamchilarning g'ayrati, na Unaysning peshonasidan oqayotgan terlar va na tanasiga urilgan zarbalar jonivorni joyidan qimirlata oldi. Abraha asabi buzilib, jig'ibiyron bo'lib, nima qilarini bilolmay qoldi. Borgan sari g'azabi oshgan Abraha qo'ldagi nayzani filning burniga sanchdi. Burnidan qon otilib chiqdi. Hayvon o'rnidan sakrab turdi, biroq oldinga qadam tashlamadi. Shunda o'ngga o'girildi, Abraha kulimsiradi, chunki fil yura boshlagan edi. Orqaga yurdi, chapga qayrilib yurdi, qaysarligi tugagandek edi. Ammo Ka'ba tomonga yo'naltirilgan zahoti fil turgan joyga mixlangandek bo'ldi qoldi. Makka tomonga bir qadam ham qo'ymadi. Shu vaqt Abrahaning zehnidan chaqmoqdek bir ovoz chaqnadi. Men tuyalarning egasiman, baytning esa egasi qo'riqlab oladi. Demak, filning Makka tarafga qadam tashlay olmayotgani baytning ko'rinmas sohibiga aloqador bir hikmatdanmikin? Abraha filni shu yerda qoldirib, olg'a yurishga qaror berdi. Shu vaqt ufqda paydo bo'lgan bir to'p qora narsa e'tiborni tortdi. Bu qora borgan sari yaqinlashib kelayotgan qushlar to'dasi edi. Bu tomondan ham kelayotir. Abraha o'girildi, o'ng tomondan ham bir to'da qushlar yaqinlashmoqda edi. Qushlar juda yaqin kelib qoldi. Lashkarning ustiga keldi. Shu payt faryodlar eshitila boshladi. Birin-ketin ohu faryodlar ortaverdi. Qo'lini ushlagan odamga qaradilar, bilagi teshik qon otilib chiqardi. Nohotday kichik, moshday keladigan pishgan g'ishtning ushog'i singari qattiq bir tosh bor edi qo'lida. Nima bo'ldi og'ayni? Kim otdi senga? Ammo bu savolni berdilar-u, o'zlari ham baqira boshladilar, chunki qushlar tepadan yog'dirayotgan toshlar ularga ham nasib etgan edi. Metin toshlar duch kelgan odamni vujudini teshib yubordi. 2 daqiqadan keyin butun boshli lashkar nima qilarini bilmay shoshilib qoldi. Yerda tipirchilayotganlar, u yoqdan bu yoqqa qochayotganlar, qo'liga tushgan narsani o'ziga qalqon qilib saqlanishga behuda urinayotganlar va jigarlari uzilayotgandek bo'kirayotganlar son sanoqsiz edi. Lekin endi kech qudrat qo'li bilan otilgan o'qlar yoydan chiqib nishonga tekkan edi. Ka'ba sohibining tengsiz qudrati oldida ulug'vor lashkarning tez cho'kishidan va musibat qarshisida faryod chekishdan boshqa chorasi qolmagan edi. Abraha biroz avval zavq bilan tomosha qilgan qushlarni endi qay taxlitda ustlariga falokat yozilganini ko'rib, barcha rejalari puchga chiqqanini, jon saqlab qolish chorasini izlashdan o'zga yo'l qolmaganini sezdi. Ko'z o'ngida haybatli va nuroniy qariya paydo bo'lgandek bo'ldi. U tuyalarni olib ketishga kelgan va Ka'bani haqiqiy egasiga topshirgan Abdumuttalib edi. Bir qism askarlarning taqdiriga ajal bitilmagan bu mudhish manzarani shohidi sifatida tirik qolishlari istanilgan edi. Ular Abrahani boshqalar singari badani ilma-teshik holda yotganini ko'rdilar. Emaklashga ham holi yo'q edi uning. Qayerdan ushlasalar ham to'kilib ketaman derdi. Bir matoga solib, sog' qolgan tuyalardan biriga yukladilar va Sano shahri tomon yo'lga tushdilar. Abraha orasida hali kelmadikmi deb so'rar edi. Bu yo'l unga dunyoni 7 marta aylanayotgandek juda uzun ko'rindi. Nihoyat olisdan Sano shahrining xurmozorlari ko'rinib mujda berildi. Lekin Abrahaga bu xabarni eshitish nasib etmadi, chunki ajali yetib dunyodan o'tgan edi. Allohning baytini vayron qilaman deb yo'lga chiqqan Abraha hayotining so'nggi kunlarini hech vaqt xayolga keltirmagan shunday salovat ichida tamomladi. Baytullohga qarshi ochgan urushda achchiq mag'lubiyatga uchradi. Misli ko'rilmagan katta bir lashkarning qo'mondoni va Yaman sultoni bo'lmish Abrahaga qasamini amalga oshirish nasib etmadi. Balki mag'lubiyat va parishon holda jasadi Sanoga qaytib keldi. Umrining so'ngida ilma-teshik vujudi chirib, sasiy boshlagan, o'zidan o'zi jirkanadigan holga tushgan edi.
U yashagan taqdirda ham hayoti o'zi uchun, uni olib kelganlar uchun ham tuganmas bir falokat bo'lar edi. Abrahaning o'lganini eshitganlar yuzlarida xayriyat, qutuldik degan ma'noda mamnuniyat balqib turardi.